Registered nurse pozitsiyasi juda ham hamma joyda bu yerda kerak. Masalan, gospitallarda medbratlar registered nurse kerak. Nursing homelarda registered nurse kerak. Visiting nurse bizda xuddi patronajga o'xshagan registered nurse kerak. Bu yerda yana registered nurse kerak. Insurance kompaniyalarda ishlash. Xulosa qildiki, 2030-yilgacha kelib 450 mingdan 600 minggacha registered nurse pozitsiyasi Amerikada ochiladi va shuncha odam kerak bo'ladi shu pozitsiyaga. Birinchidan ularni yordam beramiz evaluation qilishga. Ikkinchidan o'zimiz o'quv markazlarimizda NCLEX imtihoniga tayyorlaymiz va NCLEXdan uspешно o'tish uchun ta'minlashga maksimal o'zimiz hissamizni qo'shamiz. Ya'ni shuni o'rgatamiz. Bizlarda учебный centrga bizlar o'zi juda yaxshi o'qituvchi mutaxassislarni oldik. Bular ko'plari Amerikada doktor bo'lib ishlash uchun USML imtihonlar topshirishgan. Ikkita stepni o'tgan va yuqori ballar olgan. Bular bo'ladi. Keyin shaxsan o'zim ham yana Amerikada registered nurse ishlaganlarni shularni jalb qilib o'sha kursga tayyorgarlik ko'ramiz. Eng asosiy narsasi Amerikadan bizlar o'zimizda ishlaydi yana kompaniyamiz immigratsioniy yuristlar bilan birgalikda sizlarning кейslaringizni shu yerdan Amerika Qo'shma Shtatlaridan o'tib shu yerda ish topishga va рабочий viza bilan, ishchi viza bilan immigratsiya qilishga bizlar maksimal ko'maklashib yordam beramiz.